Falastin. Agar o'lishim lozim bo'lsa. Nadejda Kevorkova. Homiladorlar ochlik e'lon qilishi mumkinmi? Fatima Zakka 40 yoshda. U Shalitning video kassettasi evaziga ozod qilingan. Uni hukm qilishga ulgurishmadi, chunki 12 yillik qamoq jazosi so'rilayotgan sud jarayoni arafasida uni ozod qilishdi. 8 farzandning onasi bo'lgan ayolni Isroil harbiylarini olib ketayotgan avtobusda o'zini portlatmoqchi bo'lganlikda ayblashdi. Hibsga olingunimga qadar homiladorligimni bilmaganman. Meni hibsga olishganda hamshira buni aniqladi. Uyda esa 8 nafar farzandim qolgan. Hech kim meni portlatishga jo'natmadi va hech kimni portlatishga majbur qilmadi. Mening akamni va ko'plab qarindoshlarimni o'ldirishgan. Falastinda ko'pchilik shunday musibat bilan yashaydi. Fatima surishtiruvning butun protseduralarini boshdan kechirgan. Meni homilador holimda qiynoqqa solishdi. Meni muz kameralarda ushlab turishdi. Kameralardan kameralarga sudrashdi. Ular homila tashlash darajasiga tushishimni xohlashdi. Oqibatda qon keta boshladi. O'shanda u ochlik e'lon qildi va homilador bo'la turib ochlikni 21 kun ushlab turdi. Shunchaki ular menga boshqa yo'l qoldirishmadi. Allohga shukrki, bola tushmadi. O'g'lim qamoqxonada tug'ildi. Uning ismi Yusuf. Yusuf Fatimaning tizzasida o'tirib, jimgina mudrayapti. Onasining boshidan kechirganlarini eshitmagani ham yaxshi aslida. Akusher shifokor ayol menga shunday baqirib, hayvondek muomala qilardi. Osma tomchi dori quyishdan bosh tortdi. Anesteziya olib kelishdan bosh tortdi. U menga dahshatli la'natlar yog'dirardi. Bilasizmi, u darhol jazosini oldi. U kamerada boshini juda qattiq urib oldi. Alloh menga yordam berdi. Shifokor menga sen terrorchisan va sendan terrorchi tug'iladi dedi. Ammo menda ajoyib Yusuf tug'ildi. Haqiqiy terrorchilar esa Isroil qamoqxonalaridagi shifokorlardir.